O'rtoqlar, sizlar uchun ro'molimni qaytadan o'rab storsga chiqyapman. Hozir hammalarga bitta qilib javob beraman. Xullas, o'rtoqlar, O'zbekistonda shunaqa yangi ilova chiqibdi. Bu ilovada farzandinglar masalan o'qishga qiziqmaydigan farzandlar bor. Masalan, o'zimizda ham bitta-ikkita misolni yecholmay qolganimizda yoshligimizda umuman o'qishga bo'lgan xohishim tushib ketar. Hamma bolada ham shunaqa bo'ladi. Bironta misolni yecholmay qolsa, o'qishga bo'lgan xohishi pasayishni boshlaydi hamma bolada. Bu ilovada bo'lsa qaranglar, o'ylab topgan odamga ham besh ketdim bu ilovani. Bu ilovada bo'lsa, bola o'z xohishi bilan o'z harakat qilib o'qishni xohlaydi ekan. Ya'ni bu ilovani yuklab olsangiz, bolajoningizni o'zi o'qishni xohlaydi ekan. Matematikadan misol ishlab, misol yechgani uchun tangachalar berilar ekan. O'sha tangachalar yig'ilgandan keyin bolajoningiz uchun telefon, smartfon, smartwatchlar berilar ekan. Qaranglar, bolani qanaqa qiziqtiryapti, qanaqa zamonda yashayapmiz. Ham bola o'qishga qiziqadi, o'shanga intiladi. Shu sovg'ani yutib olish uchun ham o'qiydi bolajoningiz. Dahshat. Farzandingiz matematikadan umuman xabari yo'q bo'lsa ham